Rasululloh aytganlar: ey odamlar, jamoat bo'lib yig'iladigan joyda axlat tashlamanglar deganlar Rasululloh. Hattoki tupuri bo'lmaydi ko'chada. Chunki kelayotgan odam ko'zi tushadi-da. Umuman odamlar harakatlanadigan ko'chada aziyat beruvchi narsani olib tashlash kerak. Iymonni eng ozi deganlar Rasululloh. Imatatul aza anit tariq. Ko'chadan aziyat beruvchi narsani olib tashlash iymonni eng oz ko'rinish. Biz nima qilyapmiz? Ko'chaga aziyat beradigan narsani olib chiqib qo'yapmiz. Axlatimizni olib chiqib qo'yamiz. Alloh taolo yaxshilikni bersin. Bu gaplar o'zimizni gaplarimiz. Bir-birimizni islohimiz uchun, yaxshi bir hayotga erishishimiz uchun, musaffo havo uchun, ko'ngil xushlik uchun, xush kayfiyat uchun aytilgan gaplarimiz. Sizga tilagimiz taningiz sog' bo'lsin. Xonadoningiz nurga to'lsin. Hayot bo'lsa otangiz, onangiz boshingizga toj bo'lsin. Jondan aziz farzandlaringizga Alloh taolo baxt-u saodatni o'zi nasib aylasin.